Assalomu alaykum do'stlar, barchalar yaxshimisizlar, tuzmisizlar? Gap yo'q. Kommentariyalar va shu bomba qilib tashlaydilar. Hammaga rahmat kattakon. Muhammad Alini o'zlari ham menga yozdilar. Bu, ya'ni qora bola. Juda ham xursandlar. Bu o'zbek xalqini mana shunday doimiy podдержкада yurishi, bir-birini qo'llab-quvvatlashi. Mana shu bizlar odam ajratmasligimiz, ya'ni bu Afrikadan, bu yana qayerdan, bu qayerdan deb o'tirmasligimizga juda ham xursand. Chunki biz hammani bitta ko'ramiz. O'zbekmi, boshqami, qozoqmi, qirg'izmi, biz hammamizni bir xil ko'ramiz. Do'stlar, xudo xolisa yana chiqaraman videolarini. Yana yangi joyda yangi quduq chiqarishmoqchi. Yangi bir boshqa bir qishloqqa chaqirgan hozir yordam so'rab. Muhammad Ali hozir o'sha yoqda videolarini chiqaryaptilar. Karta qo'yganlar do'stlar. Kartalarni ham qo'yaman. Qo'ldan kelgancha podдержкада bo'laylik. Xudo xolisa har bitta mana shu suv chiqarishda, uy qurilishida, yo'l qurilishida, masjid qurilishida 1 so'm chiqargan odam yoki nimadir qilib shu yaxshilik qilgan odam 1000 bo'lib qaytadi deyishgan. O'shaning uchun do'stlar, qo'ldan kelgancha podдержкада bo'laylik. Biz ham xudo xolisa qo'ldan kelgancha Muhammad Ali bilan aloqada bo'lamiz. Nimadir yordam kerak bo'lsa yana biz chiqaramiz. Hammaga rahmat.